Video yolg'iz kinosini ko'rgan bo'lsangiz, aka bu gastinsani taniysiz. Tanigan bo'lsangiz bitta like bosib qo'ying. Men hozir Amerikada, Manhattan'da The Plaza, ya'ni o'sha Adindoma kinosi olingan otelga kelganman. Kino olinganiga 33 yil bo'libdi. 92-yilda olingan ekan. Otel to'g'risida qisqacha informatsiyalar aytib ketaman. Qaranglar. 1988-yil Donald Trump hozirgi prezident, AQSh prezidenti shu joyi 360 million dollarga sotib olgan ekan. 360 million dollarga sotib olib, uni foydalanishga topshirgan va 92-yil kino olingan. Kino olinishining asosiy sababi birinchi Uyda yolg'iz filmi juda ham mashhur bo'lgan. Uyda yolg'iz 2 kinosi aynan shu joyda olingan Trampning taklifi bilan. Tramp xullas taklif qilgan, aytganki, agar shu gastinsada olsalaring degan, polni hamma narsani tekin qilib beraman, xohlasalaring pul ham to'layman, faqat bitta shartim bor degan. Kinoni bitta-ikkita joylarda men o'zim ham chiqaman degan. Va u kino chiqqandan keyin bu mehmonxona juda ham mashhurlikka erishgan. Hozirgi kunda qatarliklar yurg'izar ekan, o'sha sotib yuborilgan bu gastinsa, bir kechasi hozirgi kunda oddiy kunlarda 400 dollar, 300 dollar, 700 dollargacha xonasiga qarab, lekin yangi yilga yaqin bo'lsa 4000 dollargacha, hattoki 4000 dollardan oshiqqa ham bir kechasiga odamlar pul to'lashga tayyor bo'lar ekan. Qisqacha informatsiya. Bu videoni Adindomani yaxshi ko'rib ko'radigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Agar ichkari qiziq bo'lsa, keyingi videoimda ichkarilarni ham ko'rsataman.